Nikoh shartnomasi ko'pchilik nikohdan oldingi shartnoma nima uchun kerak? Nikoh shartnomasini o'zini tushuntiradigan bo'lsam, nikoh shartnomasi bu Oila kodeksi 29-moddasiga binoan nikohlanuvchi shaxslar o'rtasida nikoh davrida va nikohdan ajralgan taqdirda mulkiy huquq va majburiyatlarni belgilab beruvchi shartnoma hisoblanadi. Nikoh shartnomasini ko'pchilik ishonchsizlik deb o'ylaydi, lekin bu unchalik emas. Nikoh shartnomasi bu sizni emas, sizning kelajakdagi mol-mulkingizni xavfsizligini, ya'ni moliyaviy xavfsizligingizni ta'minlaydi. Stereotiplarni buzamiz. Ko'pchilik o'ylaydi nikoh shartnomasini faqat boylar, aktyorlar tuzadi deb o'ylaydi, lekin hozirgi kunda ko'pchilik yosh oilalar ham nikoh shartnomasini tuzib turibdi. Sababi shaxsiy mulk, qarz va kreditlar barchasi aniq bo'ladi. Nikoh shartnomasini endi afzalliklariga keladigan bo'lsak, birinchi afzalligi bu turmushdan oldingi olingan shaxsiy mulk turmushdan keyin ham o'zingizning nomingizda qoladi. Misol qilib tushuntiradigan bo'lsam, turmushdan oldingi olingan kvartira turmushdan keyin ham istiqbolda qoladi. Ikkinchi afzalligiga keladigan bo'lsak, farzandlar manfaatlarini himoya qiladi. Ajrashgan taqdirda uy-joy va aliment masalalari muammosiz, ya'ni aniq belgilab qo'yilgani uchun oson hal bo'ladi. Uchinchi afzalligi bu ajrashganda urush bo'lmaydi, tartib bo'ladi. Chunki hamma narsa, ya'ni mulk, kredit va qarzlar aniq belgilangani sababli. Eslatib o'tamiz, bu kontentni olishimizdan maqsad sizning huquqlaringizni tushuntirishadi. Hech kimni ajrashishga targ'ib qilish niyatimiz yo'q. Shartnoma ajrashish uchun emas, tinch yashash uchun tuziladi.